zikrni ko'p qilganlar nima foyda topadilar? Birinchi zikrni foydalari shuki, ko'p zikr qilgan insondan g'am tashvish ko'tariladi. Keladi huzurimizga bir dunyo g'ami bor. Lekin o'zini holatiga qarab, yuziga qarab bilamizki, u Allohni ko'p zikr qilmaydi. Demak, g'am tashvishli bo'lgan inson tezda Allohning zikriga kelishligi kerak. Aslida g'am tashvish sizga kelmaydi, modomiki har kunlik tilingiz Allohning zikrida bo'lsa. Demak, zikrning birinchi foydasi sizdan g'am tashvishni aritadi. Va yana nima qiladi? Banda uchun dunyo oxirat xayrotlarini ko'p jalb qiladi. Ya'ni dunyo oxirat xayri, saodati menda bo'lsin desangiz, unda ko'p o'sha zikr qiluvchilardan bo'lasiz. Va yana nima deyilsa, taridun lish-shayton debdi. Zikr qiluvchi shunday bir banda bo'ladiki, unga shayton kela olmaydi. Zikr shaytonni quvuvchi bo'ladi. Zikr unga bir qo'rg'on bo'ladi. Unga o'sha shayton va jindan keladigan, bu issiq sovuq deyilsa, ko'z yoki nazar, har xil o'sha jodu, sehrni biron bir turi unga kela olmaydi. Chunki uni qo'rg'oni bor. Har kuni Allohni zikr qilganligi uchun, Alloh uni zikr qilganligi uchun unga bunaqangi dushmanlik yoki bunaqangi o'sha balo ibtilolar inshaalloh Allohning izni bilan yo'liqmaydi.